Mana mashinani sosteniyasiga bitta qaranglar, mana shu okamga zakaz qilib qo'ygan edim. Nomeradini baribir Mustang ekan, e'tibor beraverasizlar. Mashinamizni yurgan holati 100 ming emas. Narxini aytadigan bo'lsam, точно sizlar ham qiziqib qolasizlar. Narxini videoni oxirida aytamiz. Anvar akamga zakaz qilib qo'ygan edim. Bir hafta o'tmasdan mana bunaqa mashinani xudo xolasa olib turibmiz. Xudo xolasa. Xudo xolasa mana mashina qilib berdi akamlarga. Inshaalloh baraka topsinlar. Bizga ham uydagilarga qilib berganlar hamma narsalar. O'shanga biz ham sababchi bo'ldik, xudo xolasa. Mana Anvar akamga men zakaz qilib qo'ygan edim. Aziz akam, Anvar akam o'zim akalarim. Lekin mashinani holati men kutgandan ham yaxshi chiqdi. Men boshqa joylarni ham qiziqdim. Seryozni. Arzon joylarga ham bordim. Eng glavniy minus menga yoqmagan tomoni mashinani prebeki bo'ladi, ko'p aylantirilgan bo'ladi aka. Bularda idealniy. Xudo xolasa menga hamma narsasi yoqdi. Tavsiya qilaman, addushi reklama emas, tavsiya qilaman, Mustangga kelaverasizlar, meni nomimdan kelsanglar olib o'tib berasiz. Bo'ldi, gap. Salomat bo'linglar, rahmat, hammaga rahmat, kelinglar.